Assalomu alaykum kanalimiz tinglovchilari. Bugungi hikoyani boshlashimizdan avval kanalga like va pastga bosib ketamiz. Bugungi hikoyamizning nomi O'rmonning siri deb nomlanadi. Unday bo'lsa boshladik. Kech kirib borayotgan edi. Jamshid va uning do'sti Begzod o'rmon ichkarisiga tobora chuqurroq kirib borishardi. Ular bu yerga oddiy sayr uchun kelishmagan. Aniq shu yerda o'lish kerak edi, dedi Begzod telefoniga qarab. Nimani izlayapmiz o'zi? Jamshid bezovta ohangda. Begzod kulib qo'ydi. Internetda ko'rdim. Bu o'rmonda bir eski yo'l bor ekan. Kim kirsa qaytib chiqolmaydi deyishadi. Jamshid to'xtadi. Hazillashyapsanmi? Yo'q. Lekin faqat gap bo'lsa kerak. Shamol daraxtlarni qimlatdi. Barglar shitirlab g'alati tovush chiqardi. O'rmon tobora qorong'ilashib borardi. Birdan shirt orqadan shox sindi. Ikkalasi bir paytning o'zida orqaga o'girildi. Hech kim yo'q. Hayvon bo'lsa kerak, dedi Jamshid. Lekin o'zi ham bunga ishonmadi. Yur, dedi Begzod, qaytamiz. Ular yana yurishda davom etishdi. Bir necha daqiqadan so'ng keyin yo'l toraya boshladi. Keyin esa yo'qoldi. Oldinda faqat daraxtlar. Begzod, bu yo'l emas-ku. GPS ishlamayapti. Signal yo'q, dedi Jamshidga qarab. Oyoq izlari bor edi, lekin ular boshlanishsiz edi. Go'yo kimdir osmonda paydo bo'lib turgandek. Keling, ortga qaytamiz. Ammo ortga yo'l ham yo'q edi. Ular yurishni boshlashdi. Birdan kulgu tovushi eshitildi. Past xirillagan. Keyin ovoz. Jamshid muzlab qoldi. Yugur. Ular yugurishdi. Ovoz yaqinlashdi. Begzodning ismini aytib chaqirishdi. Begzod yig'lab yubordi. Bu kim? Ular ochiq joyga chiqishdi. Daraxtda yozuv bor edi. Orqaga qarama. Orqadan nafas eshitildi. Begzod orqaga qaradi va shu zahoti jim bo'ldi. Yerga yiqildi. Jamshid ham qaradi. U yerda mavjudot turadi. Uzun qo'llarini, uzun, bir nechta yuz. Ulardan biri Begzodniki edi. Endi esa sen yolg'izsan. Jamshid qochdi. Lekin daraxtlar yo'lni yopdi. O'rmon uni qo'ymadi. Bir hafta o'tgach telefon topildi. Ichida yozuv. Bu yerga kelmang. U sizni biladi. Orqadan ovoz. Sen meni olib kelding. Yozuv tugadi. Shu kundan beri o'rmondan ovoz keladi. Yordam so'raganda agar javob bersang, u seni topadi.